o'xshab turgan shahirga ajoyib cho'ng bir bozorga bugun narsa jang e'lon qildik. Ketdik. Lo'ba menjon nech pul? Bir koy. Qaram bir koyma? Bir koy. Ondan men birziq. Birziq yeyman. Ha menjon ko'p. Va menjon ko'p qarama yo'g'o, men boshqa 3 ko'rsatgan ko'p ara bir koyga. Birga o'timiz. Lo'ba qo'shan nech pul? Bir koy. Qaram bir koyma? Biz bitta qo'shan yeyik. Acı tuxum nech pul? Bir koyma? Men bir tuxum bergan narsa. Men bir koy pul beray. Endi kebab yemiz qala kebab nech pul so'ra baqla. Acı kebab nech pul? Kebab 2 koy. Koyma, men 3 kebab 2 koyma. Birni birga. Mana men 2 koy. Kebab yemiz hozir. Yana 5 koy yeyishib qoldi. Kebab yeb, tuxum yeb, menjon yeb, uni yeb, buni yeb. Qo'sa tuyib qoldi. Lekin shundan o'zini zo'rlab yeni bir binasini yapmaqli. Nemini yegil oldi, endi qanchalik pul oshdi ma'qulmi? Maskatda. Men lamponi 2 koylaydi berib baqli chiqqanli. Ochun lamponi nech pul? 2 koyma, 2 koy bo'lsa, men birni ya lampondan. Maqaranım, lamponu çıkıp qarama, 2 koyluq lampomu və 5 koyluq lampom var. Oye, mən lamponu qanda yapılam əmni. Shuncha yesam yana 3 koy yeyishib qolibdi qarang do'stlar. 10 koydan 7 koyga esa qo'zaq qo'ydi degan gap. Demak, ana bu bozor, mana Oqsuvdagi To'qsin bozori o'pma o'xshashmish shaharga joylashgan. Ko'lami 50 ming keladigan ayda, ko'rkam ayda, shu kar bir bozor ekan, mana mush bozorda boyada ko'yni oldagi har xil yeydigandan tatib, ichadigandan tatib, kiydigandan tatib, har xil arsho, tumur dastakdan tatib, har xil yeng narsalardan tatib, har xil qush, har xil hayvon, qo'y, kola, ish, mushuk, anadan ay to'q, katta, o'da, g'at, chuja, uning boshqa yelmishning har xil turdan tatib, yemek içmeyin her xil turgicha. Mesela köyde olaylar, 2 koyluq menjonlar 1 koy, lamponlar 2 koy, onun başqa samslar 1 koy, 1,5 koy, acayip arzonchilar bozorga. 10 koy bilan kelsam 7 koy qo'saq diyor buni liqilib bo'ldik. Demak, mushlar acayip güzel bozorda yana bir xushal bir yaxshi bir yer ekan. Bu yerga berkildi.